commercial drivers must be proficient in English. Endi bu talab rasman kuchga kirdi. 1-may kuni bo'lib o'tgan CVSA yig'ilishida bu rasman qabul qilinib va amalda qo'llanmoqda. CVSA o'zi nima? Commercial Vehicle Safety Alliance. Ularning vakolatlari orqali quyidagilar sizni yo'llarda bemalol tekshirishi mumkin. Wait station xodimlari, State Highway patrullari ushbu qonunlar doirasida sizni federal va mahalliy inspektorlar yo'lda to'xtatib, ingliz tilini talab qilishadi. Agar siz ingliz tilini yetarlicha bilmasangiz, auto servis qilinishingiz mumkin. Siz ingliz tili muammosini bartaraf etmasdan yana yo'lga chiqsangiz, sizni katta jarimalar va cheklovlar kutadi. Bu muammolardan qutulish uchun siz tezroq ingliz tili o'rganishingiz kerak. Lekin qanday? Biz sizga truck driverlar uchun mo'ljallangan 2 oylik maxsus ingliz tili kursini taklif etamiz. Eng kerakli so'zlar, iboralar va yo'lda zarur bo'lgan barcha ko'nikmalarni biz sizga shu kursimiz orqali o'rgatamiz. Kursimizga yozilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring.